Mana ikkinchi o'sha ham tanasi, ranglari o'ta yorqin, xo'roz o'ta sho'x holatda. Faqat o'sha hozirroq urishtirganimiz tumshug'i endi kelyapti, qisqasi. Ozroq vaqt bor, tumshug'ini shu tushish kerak pastga. Shu yumshog'ida ishda dom beryapman. Bularning bir ajoyib xislati bor. Tojini orqasida xuddi mana shunaqa chokoda ham bo'lgan, olachada ham bo'lgan. Islomjon shu olachani boqyapti. Tumshug'i endi kelishiga ozroq vaqt kerak bo'ladi. Mana bu yerda mana tushyapti o'sha qilov deyiladi. Xo'roz o'ta mo'shini. Changini ko'rganmiz, rang vesi ham hozir ham tanasiga qaraganda yirikroq bo'lishi kerak, sababi ovqatlanish ishtaha o'ta karnay. Shularcha shuni tarozi qilib qo'yaylik bir. Hozir mana parvozlarga bir namoyish qilib beramiz. Taroz qilgan holda. Mana tara 0 holatda turibdi. Taroziga o'rnatchi kakras Islomjon kelib qoldi. Buni versa, 5 dan yuqorida ekan u. 5 kilo-da. 5 kilo ekan, lekin niq o'sha top bo'lgan holatdagi vesi turishi, ana shu turishiga o'sha tumshuqlari kelgan holat bo'lganda, xo'roz o'ta ham mo'shni bo'lardi. O'sha Xorazmga ham ketgandi shuni tuxumidan. Akamiz 4,5 millionga shu Xorazmning katta davrasini egasini xo'roziga shans bermasdan, $1000 xo'roziga shans bermasdan yutuq qilib qo'yibdi shu aylanmani o'zida. Bularda ham o'sha kaltak o'ta rivojlangan. Bo'ladi kataka qo'qu. Mana parlada o'sha makon parlik bor, bitta narsa. Yorqin qizil, lekin hozircha xo'roz o'ta mo'shni holatda. Buni o'sha qora quzg'unga ham qo'shilmoqchiman. Mana bu yerda ham shu Azilni zo'ri yuribdi. Mana parvozlar, bu jangini ko'rdik-a, o'ta mo'shni. Yosh yetilish kerak, hozircha shu tulaydan qochib yotibdi, qochib yuribdi. Hozir Islomjon uni olib kelyapti. Bu yerda asosan menda shu qaroqchining qizlari, ko'rmak yonida 2 dona qizi bor. Bittasi mana bu yerda yuribdi, ikkinchisi shu bolada hozir Cho'stumanida. Bola yetalab yuribdi. Mana bu makyonning bolasi bu, yirikroq chiqqan. Makyonning o'zi yirikroq, lekin bunda ham mana o'sha tovuq parlar bor. 5-6 marta yaxshi spar janglarda o'tkazib oldi. Tarozi qilib bir parvozlarga ko'rsatib beraylik. Buni vesi narigilarga nisbatan og'irroq holatda yaxshi jang o'tkazyapti. Tarozi qilib qo'yaylik, bir tavsiya qilamiz. Parvozlarimiz o'sha so'rashganda o'shalarga bir ko'rsatib beramiz. Mana tara 0 holatda ko'ramiz hozir. Bunda ham o'sha ranglar o'ta yorqin. Bu 5 kilo 200 ham chiqayotgandi. Xo'roz endi o'sha bemalol bu 5 kilo 300 ekan. Ixcham, где-то 4 kilolar iloji 4 kilo 300 xo'rozga o'xshab ko'rinadi ko'rinishidan. Niq bo'lgan, suyaklar og'ir bu azillarda. Parvozlar marhamat o'sha aloqaga chiqish mumkin bo'ladi. 5 kilo 300. Buni toblab turib qarab ko'rgazmaga olib chiqaman degan parvoz albatta o'sha xursand bo'ladi. O'sha azillar, tovuq parliklari bor. Sog' bo'linglar. Shu do'stimizga video qilindi. Asosan o'sha birinchi kalso. Kimlardir bunga ham ish qilsa, bemalol taklif qilinadi. Mana bu yerda men o'zim o'sha yaqin orada ko'rgazmaga olib chiqmoqchi bo'lgan azil. Hozirroq shu go'sht mahsulotlarini yeb turibdi. Navro'z bayrami bu qo'ladigan bo'lsa, xo'roz o'ta kuchli, kaltaklar o'ta mo'shni. Mana shuni ko'rgazmaga olib chiqaman. Shu bilan birga shu shokerni ham olib chiqamiz yaqin orada. Kanalda qolamiz. Parvozlar iloji boricha mana shu kanalda qizib boryapmiz. Shu opium budjeti bo'yicha aloqaga chiqib o'zlarini bir ozroq ovozlarni berib, o'sha telefon raqam qoldirilgan, bog'langan holda ovoz bersa xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.